Qozog'istonda tarixdagi birinchi qurultoy saylovlari oldidan partiyalarning yakuniy teledebatlari bo'lib o'tdi. 7 siyosiy birlashma, Respublika, Baytaq, Aqjol, Adolat, Aul partiyalari, Umummilliy sotsial-demokratik partiya, Qozog'iston xalq partiyasi raislari mahalliy telekanallardan birida o'z pozitsiyalarini taqdim etdi. Muhokamalarning asosiy mavzusi iqtisodiyotning o'sishi fuqarolar farovonligiga qanday ta'sir ko'rsatishi kerak. Eslatamiz, bungacha siyosiy birlashmalar 3 marta saylovoldi debatlarda, shu jumladan kanalimizning jonli efirida ishtirok etgandi. Jibek yo'lida ular boshqalardan farqli jamoaviy formatda munozara qildi. Bu safar muhokama 4 raunddan iborat bo'ldi. Qarama-qarshi tomonlarning savol berish imkoniyati bahsni yanada jonlantirdi. Saylovchilar ham siyosatchilarga murojaat qilishlari mumkin edi. Munozaralar oxirida partiya yetakchilari yakuniy murojaatlarini bayon etdi. Siyosatshunos Arman To'xtushaqov bunday uchrashuvlar saylovoldi dasturlarini yaxshiroq tushunib olishga yordam berishini ta'kidladi. Ochiq munozara siyosiy kuchlarni taqqoslash va tanlash imkonini beradi. Через теледебаты, через живой процесс. Partiyalar teledebatlar jonli jarayon orqali saylovoldi dasturining asosiy g'oyalarini yanada aniq, teran yetkazishi mumkin. Spikerlarga berilgan savollar, ko'tarilgan muammolar, jurnalistlar murojaati orqali saylovoldi va'dalarining ro'yobga chiqarilish mexanizmlari ochib berilishi mumkin. Ikkinchi masala aynan shu notiqlar uchun ochiq va munozaralar orqali siyosatchi sifatida o'zini ko'rsatish uchun ajoyib imkoniyat ochildi. Yana bir jihat, ehtimol bu o'z mafkurasiga sodiqligini ko'rsatish yo'li bo'la oladi. Наверное, это то, что еще раз показать свою идеологическую приверженность.